Samodan qaraganda Samarqand atrofida bir nurli halqa porlaydi. Bu ilohiy nur 100 yillar davomida butun islom olamini ma'naviy quvvat bilan to'yintirib kelyapti. Bu hadis ilmining sultoni mangu qo'nim topgan manzil. Imom Buxoriy maqbarasi. Bismillahirrohmanirrohim. Imom Buxoriy hazratlari hijriy sana bilan 194-yil Shavvol oyining 13-kunida juma namozidan keyin tavallud topganlar. Imom Buxoriy hazratlarining ismlari Muhammad bo'lib, otalarining ismlari Ismoil, ya'ni Muhammad ibn Ismoil. Bu kishi hijriy qamariy sana bilan 13 kunlik ham 62 yoshlarida dunyodan o'tganlar, vafot etganlar. Ya'ni 256-hijriy sanada Ramazon hayitining kechasida dunyodan o'tganlar va Ramazon hayiti kuni u kishi dafn qilinganlar. Imom Buxoriy hazratlari otalaridan yetim holatda qolganlar, ya'ni yetimlikda hayot kechirganlar. Otalari dunyodan o'tgandan keyin Imom Buxoriy hazratlariga akalari Ahmad va onalari tarbiya berishgan. Imom Buxoriy hazratlari 11 yoshga kirgan vaqtlarida, ya'ni hijriy 205-sanada hadis ilmiga kirishganlar. Hadis ilmini o'rganishga harakat qilganlar. Va 5 yildan keyin hijriy sana bilan 210-yilda, ya'ni 16 yoshga kirganlarida o'sha yurtdagi barcha muhaddis olimlardan hadis ilmlarini o'rganib bo'lganlaridan keyin akalari Ahmad va onalari bilan Makka tomonga safarga chiqishgan. Haj ziyorati ibodati maqsadida. Makkaga borganlaridan keyin bu joyda ibodatlarni ado qilib bo'lgandan keyin onalari va akalari Ahmad Buxoro yurtiga qaytishgan. O'zlari esa Makkada qolishni afzal ko'rganlar va ilm olishga kirishganlar. Imom Buxoriy hazratlari juda ham parhezgor va taqvodor zot bo'lganlar. Taqvolari haqida gap ketganda Imom Buxoriy hazratlari o'zlari xabar beradilar. Men qachonki g'iybatda harom ekanligini bilganimdan keyin biror kishini g'iybat qilmadim. Chunki hisob kitob vaqtida Alloh taologa biror kishini g'iybat qilmagan bir holatda yo'liqishni istayman. Shu bilan birgalikda u kishi taom yeyish masalasida ham juda ham parhezkorlikka rioya qilganlar. O'zlari xabar berib aytadilar, kuniga 2-3 ta bodom yerdim, shu bilan kifoyalanar edim. Va yana bir gapda aytadilarki, umrimda aksariyat vaqtida go'sht yemadim va xabar berib aytganlarki, 40 yildan beri go'sht yemayman. Sababi so'ralganda u kishi shunday javob bergan ekanlar: Abdulloh ibn Yahyo ibn Abu Kasir otalaridan quyidagini eshitib aytganlar: La yustata'ul ilmu bi rohatil jism. Jismning rohati bilan ilmga erishilmaydi. Mana shu qoidaga juda ham qattiq amal qilganlar Imom Buxoriy hazratlari. Shuning uchun ham parhezkorlik qilganlar, g'iybatdan tiyilganlar va shu bilan birgalikda shariat ahkomlariga ham juda qattiq rioya qilganlar. Zehnlari o'tkir bo'lishligini ham sababi gunohlardan tiyilganlar. Chunki bunga ham hujjat qilib keltirishligimiz mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh bir kuni vakiga o'zlarini zehnlarini yomonligidan shikoyat qilganlar. Va Imom Shofiy aytadilarki, Imom Vakiga zehnimda yomonligidan shikoyat qildim. U kishi esa menga gunohlardan tiyilishlik maslahat berdi. Chunki ilm Alloh tomonidan bo'ladigan nurdir. Allohning nuri esa osiylarga berilmaydi. Mana shulardan ham bilib olishligimiz mumkinki, demak, Imom Buxoriy hazratlari gunohlardan tiyilishligini sababidan zehnlari juda ham o'tkir bo'lgan, quvvat-yu hofizalari o'tkir bo'lgan, hadis shariflarda bir eshitgandan yodlab olish qobiliyatlari bo'lgan. Alloh taolo bu kishiga shunaqa bir iste'dod va qobiliyatni bergan ekan. Endi bugungi kunda Imom Buxoriy hazratlaridan biz o'rnak oladigan bir qancha joylarimiz bor. Biz faqat Imom Buxoriy hazratlari bilan faxrlanib qolishligimiz bilan hech narsaga erisha olmaymiz. Albatta Imom Buxoriy hazratlarini, demak, hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, u kishidan o'rganadigan joylarimiz mana g'iybatda harom ekanligini bilganlaridan keyin g'iybatdan tiyilganlar. Bugungi kunda barchamiz, yoshi qari hammamiz g'iybat degan yomon illatdan, Alloh harom qilgan ishlardan uzoqda bo'lishligimiz zarur. Va shu bilan birgalikda ilmga jismda rohati bilan erishib bo'lmasligini ham tushunib yetishligimiz kerak. Ayniqsa yoshlarimiz ilm olish borasida
ilmga mashaqqat bilan yetilishligini tushunib yetmoqliklari, ilm yo'lida har qanday mashaqqatga ular chidab, sabr qilib, yuqori darajalarga erishishlikni maqsad qilishlari zarur bo'ladi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda yarfa'illahul-lazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni oralaringdan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni darajatlarini baland qilur. Mana shu oyati karimaga muvofiq ham albatta ilm uchun doim harakatda bo'lishlik hammamiz uchun ikki dunyoda saodat keltiradi. Imom Buxoriy hazratlari yoshliklarida ko'zlari ko'r bo'lib qolgan. Onalari juda ham taqvoli, ibodatli, Allohning muqarrab bir bandalaridan edi. Doim Alloh taolaga iltijo qilib, duo qilib so'rar edi onalari farzandlarining ko'zini ochilishligini. Bir kuni tushlarida Ibrohim alayhissalom, payg'ambar Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. Va Ibrohim alayhissalom: "Ey onaizor, Alloh taolo seni duolaringni qabul qildi va farzandingda ko'zi ochildi" deb bashorat berdilar. Darhaqiqat o'sha kunda Imom Buxoriy hazratlarining ko'zlari yana ko'ra boshlagan edi. Demak, bu joydan ham onalaridan o'rganishligimiz zarur bo'lgan narsa bor. Ayniqsa ayollarimiz farzandlarini kelajakda yuqori darajatlarga erishishliklari uchun taqvoli bo'lib, ibodatli bo'lib, Alloh taolaning bir muqarrab bandalaridan bo'lsa, Alloh taolodan nimani duo qilib so'rasalar, inshaalloh duolari qabul bo'ladi. Imom Buxoriy hazratlari milodiy sana bilan 870-yilda, hijriy qamariy sana bilan esa 256-yilda Ramazon hayitining kechasida vafot etdilar. 13 kam 62 yoshda dunyodan o'tdilar. Imom Buxoriy hazratlarining eng katta shoh asarlaridan biri bu Sahihul Buxoriy hisoblanadi. Imom Buxoriy hazratlarining o'zlari Sahihul Buxoriy kitoblariga ishora qilib shunday deganlar: "Men bu sahihni chamasi 600 ming hadislar orasidan ajratib olib, uni 16 yil davomida yozdim va o'zim va Alloh azza va jallaning o'rtasida hujjat qildim." Demak, Imom Buxoriy hazratlari mana shunday bir mashaqqatlar bilan shoh asarlari bo'lmish Sahihul Buxoriyni 16 yil davomida yozgan ekanlar. Alloh Imom Buxoriy hazratlaridan o'zi rozi bo'lsin.